Assalomu alaykum, Musafir oilasini kuzatayotgan aziz opa-singillar. Hammanglar qandaysizlar? Tanijoninlar sog'mi? Yaxshi yuribsizlarmi? Meni yo'qotib qo'ydinglarmi deb qo'yaman. Oradan ancha video chiqarmadim. Где-то 2 haftacha chiqarmadim. Hammasini bitta qilib turib, bitta video qilib chiqardim. Bu videoda oxirgi marta Makkadaligimda jijji tomog'im ketibdi. Makkadaligimda oxirgi tavof qilganimizda xayrlashib, shunaqa qilib tavof qilib keldik. Shunda videoga olgandim. Mana Ka'bani atrofida tavof qilib, Ka'balarni ushlab oldik. Shunday qilib shunda o'tirib, soatlab Ka'baga qarab duolar qildik. Shunday qilib safarimiz qarib, birpasda bir oy ham o'tib, uyimizga qaytdik. Yo'llarda uncha videoga ololmadim. Shu nimani oxirida o'zi qizim ham injolashib qoldi. Bu qizim charchab qoldimi? O'sha qilib injolashib qoldi. Unchalik ko'p videoga ololmadim. Ancha video qo'yolmadim. Jicha olib hashlarni hammasini bitta qilib keyin video qo'ydim. Odamlar qanaqa qilib har bir nimasini videoga olisharkan deyman deb telefonga olay desam bolam bor. Bolam qo'yay desam yana bo'lmaydi. Ay xudo deb eplab oldim. Shuna qilib samolyotda jicha qiynaldik. Hali bolam bilanchi yig'lab berdik kunduzligi uchunmi? Kunduzi uchdik, kechasi chiqib ketdik Makkadan. Soat 1:30-2larda chiqib ketdik. Shu bilan nimaga bordik? Jiddaga bordik. Tezda ekan, orasi yaqin ekan. Jiddaga borib, Jiddadan Quvaytga uchdik. Keyin Quvaytdan keyin o'zimizning yurtimizga uchdik. Keldik. Yaxshi kutib olishdi, mehmonlarni kuzatdik. Shu 3-4 kun mehmon kuzatish bilan o'tdi kunimiz. Mehmonlar kuzatib oldik. Shu 2 kunchami mehmon kuzatdik. Undan keyin qizim nima qilsa desanglar, yig'lab bersa desanglar, bekor yig'laveradi. Hech narsaga unamaydi desanglar. Men bolam yuvosh edi-da, hech bunaqa yig'laganini anaqa qilmaganman-da, ko'rmaganman yig'laydi. Hech narsaga unamaydi, qo'limdan tushmaydi. Yig'laveradi. Voy xudo, nima bo'ldi keyin deymiz. Keyin nima ham bo'ldimi deb qo'rqamiz. Bu qizga pampers tutmayman-da, o'zi suyaman deydi. Jiddaga bomdodga yaqin kirdikda. Keyin o'sha bomdod bo'lib qoluvdi-da. Odamlar pastga tushib namoz o'qishyapti. Bu qiz o'sha hojatga boraman dedi, o'sha atrofga, mashinalar borgan. O'sha atrofga keyin hojat qildirib qo'ydim desanglar, bismillah deb qildirgandim. Endi hayolimizga endi keldi-da, shu nito paytda nito joyga hojat qildirib qo'ydikmi deb bir unga qo'rqamiz. Keyin istimalar kirib 3-4 kun shu qiz bilan ovora bo'ldik desanglar. Keyin olib borib, dam soldirib o'qituvdik. O'ziga kelib qoldi desanglar. Endi qizimiz o'zimizga kelib qoldi. O'ziga kelib qoldi, yaxshi bo'lib qoldi. Endi ketib qolaylik desak, bir devor qo'shnimiz qo'qqisdan yaxshi kishi edi, 50 ga kirdi. Ash kishi o'lib qolsa desanglar, qo'qqisdanlar. O'zi og'rimasdi, yaxshi yurasdi. Keyin hali bir devor qo'shnilik uchun mehmonini biz kuzatib turdik-da birinchi kuni. Unaqa qilib suyuq ovqat qilinadi. Sizlarda qanaqa? Bizda shunaqa suyuq qilinib, biz uyimizda qo'shnilikida ham ularga olib chiqib beramiz, ham uyimizda erkak kishilar kirganlarga ovqat beramiz bir chinadan. Bizda shunaqa, sizlarda qanaqa? Shu kuni rosa yomg'ir yog'di. Bu men oldin kelin bo'lib o'tirgan uyim. Mana shunaqa kichkina, joy katta emas. Rosa yomg'ir quydi, kechga yomg'ir quydi va yaxshi odam ekan, rosa yomg'ir yog'di dedik. Shunday qilib yomg'irlar yog'di, bir kunimiz un bilan, bir kunimiz mum bilan qilib yana keyin yo'limiz jicha uzoq qoldi. Keyin narsalar uni ol, buni ol, yuk qilib chiqarib yubor. Ko'p narsa, idish tovalarim yo'q edi, idish tovalar oldim. Shunaqa qilib narsalarni tayyorlagunimizcha vaqt o'tdi.
Shunaqa qilib undan keyin bo'pti endi ketib qolamiz ekanda deb bir boqqa borib aylanib kelaylik deb boqqa bordik. Bizda nimadagi eng katta boqqa bordik. Akbora deydi. Taniganlar yozib yuboringlar kommentga deb qo'yim. Shunaqa qilib komment yozinglar, layk bosinglar, podpiska bo'linglar. Kutib qolaman hammanglardan. Kim qurtobni yaxshi ko'radi? Qurtob olay desam, kuyovim unamovdi, hatto videoga olay deb videoga oldim. Qurtobni xili bor ekan o'zi ham. Endi o'zi qurtob yorib anaqa bo'lib ketganimizga o'zi hali qonimiz ja ko'p pastligi uchun ololmadik, unashmadi. Endi ha bo'pti, hatto videoga olay deb videoga oldim. Burun kichkinaligimizda manaqa olmalik qandmi, atashsaqamidi bilmayman. Bilganlar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Mana shunaqa olib yezdik. Mazza qilib shularni videoga oldim. Keyin hali boqa kirishimizga menga yaxshi jiyanlar bor edi, qizlar. Menga tushaylik desa tushyapman-da. Yuraklarim tushib, ko'ngillarim aynib, boshlarim aylanib boqqa kirishimizga ko'p narsalarni uchmoqchi edim o'zimcha. Ashaqa uchaman deb o'ylovdim, ucholmadim. Ko'nglimga sig'madi, voy rosa yomon bo'ldim. Bo'ldi, endi qaytib chiqmayman dedim. O'zimcha rosa uchmoqchi edim desanglar. Bir boqqa kelib qolibman deb. Keyin uydan chiqib, yana boshqa kundan keyin ketamiz deb nonlar qildik, somsalar qildik. Shunaqa qilib safarimiz qarib yo'lga chiqyapmiz. Qolgan videolar endi Rossiyada bo'ladi. Kuzatib boringlar, layk bosib, podpiska qilib turinglar. O'zim ham yo'q bo'lib ketganimga sizlar ham yo'q bo'lib ketdinglar. Kuzatib, layk bosib turinglar. Hammaga rahmat. Sog' omon, tinch bo'linglar. Yana qolgan videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.